Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin tuzumizlar. Xullas mana shu qizil temirda ichida bu narsa turadi. Bu yerda 116 ta turba bor, mana shunaqa. 116 ta turba bor, 116 ta bu tomonga payka qilinadi, bu tomoniga nari tomoni payka qilinadi. Keyin buni ularni olib tashaladi, mana orqasida turgan ponni hammasini. Keyin o'z boshida ko'rsatgan qizil turba ichiga qo'yiladi, terib chiqiladi. Endi ba'zi turbalar chirib teshilib ketgan, shuning uchun buni almashtirilyapti. Turbalar ichida suv yuradi, ana qizil limonning qo'rg'asida yog' yuradi. Yog'ni sovutib beradi xullas. Endi buni hozir turbalari zakaz qilib bergan keladi, kelsayin keyin buni turbalar chiqarib tashlab turib, ichiga chiroyli qilib payga qilib chiqiladi har bittasini 116 ta unga, 116 ta unga.